Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Summa amma ba'd. Birodarim so'rabdilar. Yosh bolalar, balog'atga yetmagan yoshlar qilgan ishlariga javobgarlik bermasligini bilamiz. Lekin qilgan yaxshi ishlariga, savob ishlariga ajr oladimi yoki yo'qmi degan ma'noda savol beribdilar. Bu savolga javob alhamdulillah. Ha, yosh bolalar, balog'atga yetmagan yosh bolalar savob ishlar, ibodatlar qiladigan bo'lsa, ularga ajr yoziladi. Imom Muslim rahimahulloh rivoyat qilgan, o'zlarining sahihlarida rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir ayol o'zini farzandini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatdilarda va aytdilarki, ey Allohning rasuli, mana bunga ham ajr haj yoziladimi? Ya'ni haj qilmoqchi bo'lgan paytda farzandini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib, mana bu farzandimga ham haj ajri yoziladimi deb so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha, ajri sizga bo'ladi dedi. Ha, bunga ajr yoziladi va ajri sizga bo'ladi degan hadisni aytdilar. Sahih Muslimda rivoyat qilingan. Muahibul Jalil kitobida muallif rahimahulloh aytdilarki, yosh bolalar, balog'atga yetmagan yosh bola namoz o'qiydigan bo'lsa, masalan 7 yoshga kirgan paytida namoz o'qiydigan bo'lsa, Qurofiyni Yawaqit fil Mawaqit degan kitobida aytdilarki, farzand mana bu ishiga, mana bu amaliga ajrini, savobini oladi. Ana shu ayolning aytdilarki, farzandlarga, yosh bolalarga gunohlar yozilmaydi, lekin ajrlar va savoblar yoziladi deb aytdilar. Ibn Abdul Bar rahimahulloh o'zini Tamhid kitoblarida mana shu ayolni hadisini sharhini boshida aytdilarki,